Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlarni kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yunusobodda joylashgan 6 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadratni tashkil qiladi. Yer uchastkasida ikkita imorat tushgan. Bittasi 3 ta qavatdan iborat, mana ko'rib turganingiz, va hovlining etagida yana bir qavatli imorat tushgan va bu bir qavatli imoratning ichida 3 ta xonasi bor, alohida sanuzel va alohida oshxona joylashgan. Yer uchastkasining o'rtasida kattagina joy, zeleniy zona uchun ajratilgan. Bu joyda gazonlar ekilgan va mevali daraxtlar ham bor. Joylashgan manzili Yunusobod rayon, Islomobod. Demak, 6 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy video obzorini qilib beramiz. Bu joyda hovlining o'rtasida besetka joylashgan. Bir qavatli imoratga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasi paradniy vxod, buni yaqinlashtirib ko'rsataman, va bittasi yana yon tarafdan. Demak, bu joyda besetka bo'lyapti. Navesi tegida yozgi oshxona joylashgan. Bu joyda darvozaxonadan 3 ta 4 ta kichikroq mashina bemalol sig'adiganlik joy ajratilgan. Endi uy ichiga kiramiz, birma-bir xonalarni planirovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Uchta qavatdan iborat bo'lgan imoratning ichiga kiryapmiz. Bu imoratda 6 ta xona va bitta hol joylashgan. Demak, chap tarafimizda oshxona bo'lyapti. O'ng tarafimizda hol qismi. Bundan tashqari birinchi qavatda zal va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona alohida sanuzeli bilan joylashgan. Uyga kirganimizda chap tarafdagi birinchi xona oshxona uchun mo'ljallangan. Mana shunaqa ko'rinishda chiroyli kuxonli garniturlar yasatilgan. Katta panoramli vitrajli oyna romlari bor. Xolodilnik berkitilgan holatda. Bu joyda posuda mo'ykasigacha qo'yilgan ekan. Demak, oshxonani ko'rinishi bo'ldi. Kuxnya, stolova. Domofonlar o'rnatilgan va uyga kirganimizda o'ng tarafimizda hol joylashgan. Patologlarning balandligi 3,80 m. Holli yonida 7 ga 6 razmerda zal joylashgan. Mana shunaqa ko'rinishda. o'n ikkitalik stol joylashtirilgan. 7 ga 6 razmerli kattagina zal bo'lyapti. Oyna romlari, oyna romlari ko'cha tarafga qaragan yangi mahallada joylashgan, elitni mahallada joylashgan 6 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Bu joyda sanuzel birinchi qavat uchun umumiy sanuzel sifatida ishlatiladi va bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonasi bor. Uy egalari bu xonani dam olish xonasi qilib qo'yishgan. Bu joyda eshikni ochib ko'rsataman. Shu sanuzelga kirsa bo'ladi. Demak, 5 ga 4 razmerda yana bitta xona joylashgan. Imoratning tegi butunlay podval. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz, xonalarni joylash tartibi bilan tanishib chiqamiz. Chiroyli zinalar qilingan, zinalarning kengligi 1,20 m, balandligi 15 va stupenkasi 30 cm. Klassik stilda qurilgan uy. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. O'ng tarafdagi birinchi xonaning ichiga kiryapmiz. Bu xonaning razmeri 5 ga 5. O'zini alohida sanuzeli bor. Bu joyda balkon qismiga chiqiladi. Ikkinchi qavatdan hovlining ko'rinishi. Balkon ham kengina qilingan. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metr. Bu xonaning ichida ham o'zini alohida sanuzellar joylashgan.
Ko'rsatib o'tgan joyimizda teplый polli kollektorlari joylashtirilgan. Demak, bolalar uchun ajratilgan yana bitta xona. Bu xonaning razmeri 5 ga 4 va bu xonaga ham alohida sanuzel qilingan. Qizlar uchun mo'ljallangan 20 kvadratli yotoqxona. Bu joyda garderobniy bor. Stroyniy shkaflari tayyor holatda. Va ikkinchi qavatda joylashgan yana bitta zal. Razmeri 7 ga 6. Imoratda tagi butunlay podvol qilingan. Bu joyda trenajyorliklar uchun ajratilgan bitta joyi bor. Demak, zinan tagida kladovka joylashgan. Podvollar bir chekkasida namoz o'qish uchun joy qilingan. Холодная komnata bor. Prachka ham xuddi shu joyda. Va alohida sanuzel. Bu joyda kotelniy. İtalyanskiy ikkita do'kontorniy kotel joylashtirilgan. Aristono brendiga tegishli bo'lgan suv uchun boiler va yana qo'shimcha 200 litrli suv uchun boiler joylashtirilgan. Bu joyda расширительный bak bor va qator ketgan nasoslar. Batareya va teplый polga alohida nasoslar qo'yilgan. Bu ko'rsatgan uyimizda Yunusobod rayon Islomobodda joylashgan 6 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat. Demak, yer uchastkasida ikkita imorat qurilgan, bittasi 3 ta qavatdan iborat va bittasi bir qavatli hovlining etagida joylashgan. Bu uy narxini описаниyaga yozib qo'yamiz. Qiziqganlar 99 856 7080 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi, yangi mahalladan uy-joy qilaman deganlarga zo'r variant.